Doimgidek Karista o'z eng zo'r takliflarni beradi. Mana bu mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, lekin narxi mexanikani narxiga tushirib qo'ydim. Primoy Dekon nomlarida. Xohlasangiz gendavernis beradi. Qilingan xarajatlari ham bor, $1,500. Kraskasi radnoy, kalenkasida mana shunchagina petnosi bor. $8,000 dan ham pastga tushirdim. Ekranga like bosib, videoni oxirigacha kuzating. Xo'sh, motorlarga kelsak. Motor ishlab turibdi. Propan 4-paketga qo'yilgan, holati zo'r, yuvilmagan, taralmagan, lekin Primoy Dekonda pastlariga, tepalariga o'junni, mana sog'ras. Past tepalariga polni led paralar qo'yilgan. Holati zo'r, yana tonirovkaga ruxsati ham bor. Kobel diskka balon yaxshi qo'yilgan ekan. Moshinchada umuman xarajat yo'q ekan. Egalari aytdilar, moshinimni yurishi ham zo'r, motori ham zo'r, hamma narsasi zo'r. Olgan odam mazza qiladi. Hozir 10x olyapti ekanlar salondan. Shu sotishga qaror qilibdilar. Bosing, $8,000 dan ham pastga tushirib qo'ydim. Mexanika narxiga, lekin bu avtomat korobka, avtomat. Tonirovkaga ruxsati bor, 909. Pult. Shu ham $250-300 bor. Uстановkasi bilan sizga tushadi ancha pulga. Hash, endi salonni ichiga mazza qiling. Men mazza qilib bildim. Qaramiz, holatda chol polik, registrator bor degim keldi, lekin yo'q ekan. Tablo tuning qilingan, holati yaxshi, avtomat korobka desdim. Apshipkalari qirilib chaqa-chuqqa bo'layotganimiz. Chol poliklari bor. Charchab qo'limga. Ekranga like bo'lsin. Bosib o'tgan masofasi 1 km ziyod. Orqasini ham xalq mazza qilsin. Jonidan. Zo'r, yomon emas. Narxini tushirdik, yaxshi qildik. Sam g'amni shunma, nimasiga mazza qilaman? Primoy Dekonlar kelib moshin qo'yadi-ku, shu mashinani moshin furush akalarga $7,500 ga naqdga bermabdilar. 7,600 ham qilibdi. Bermayman debdilar. Keyin keldilar-ku, men sal balandroqqa qo'ydim, lekin Dekon minaman degan odamga zo'r. Propan gaz balon 4-paketini. Endi qarang, buni bir $300 deylik, $200 deylik, tonirovkaga ruxsatnoma $200, mayda-chuyda tuning puliga yana bir $200-300 ketdi. Diskalarini o'zi $1,000 dan ziyod xarajati bor-da. Narxi esa $7,800. Yana savdosi bor. Ozmos, egasi savdosi yo'q deganda qancha $50 kamiga oling. $7,750 olsangiz vobshe zo'r narx. Chunki hozir bozorda mexanika beryapti-da bu pulga. Sizga men avtomat korobka taklif beryapman. Kraskasi ham mavjud emas. Kalenkasida o'zgina joyida bor. Mana shuncha. Kalenka kraskaga kirmaydi o'zi, lekin mashin zo'rda, udar yemagan. Umuman kraskasi zo'r. Nomer telefon pastda bo'ladi do'stim. Ekranga like bosib, shu mashinani sotib oling. Zo'r narxga sog' bo'ling.